Agar siz ushbu kanalda yangi bo'lsangiz, albatta podpisatsiya tugmasini bosib qo'ying, sababi mana shu Jaydari Car sizlarga faqatgina yaxshilarini tavsiya qiladi. Bugungi e'tiborimiz markazida O'zbekistonda bor yo'g'i 40 dona kelgan va topish juda ham qiyin bo'lgan Jetor X70 Plus luxury komplektatsiyasini ko'rsatamiz. Nimaga topish qiyin degan savol sizlarda tabiiy holat hozir tug'ilgan bo'lishi mumkin, lekin 5 daqiqa ichida bu savolingizga 100% javob topasiz. Kanalimizga yangi obuna bo'lgan bo'lsangiz, videoni pastga bitta like bosib qo'yib, podpisatsiya bosib qo'yishni unutmang. Videoni boshladik. Jet Plus Tour, ya'ni tur bu sayohat. Jet degani xitoy tilidan olingan bo'lib, qulay sayohat degan ma'nolarni anglatuvchi ushbu brend ostida ishlab chiqarilgan Jetor X70 Plus luxury komplektatsiyasi Brawls turbina bilan jihozlangan bo'lib, avtomobil 8 litrdan 10-11 litrgacha yoqilg'i sarf qiladi. Bu komplektatsiyasi egasi aytishi bo'yicha 8 litrdan hech qachon unaqa tepaga oshirmagan. Sababi oborotimni maksimum 2 ga chiqarganman-da. Haqiqatan benzin rasxodini ko'rganingizda haqiqatan shunaqa ekan. Ya'ni yurishingizga ham bog'liq. Bu avtomobilimiz probegli avtomobil hisoblanadi hamda sotuvga keldi. Yili o'zligi 2023-yilda olib keltirishgan ekan. 2022-yilga mashina texpasportida ham 22 yozilgan. 23-yil bosh oylarida, ya'ni qish paytida o'zligi uchun olib keltirishgan ekan. Avtomobil luxury, ya'ni shu eng full komplektatsiya hisoblanadi. Muzikalniy ritmga o'ynaydigan shu faralar, ya'ni LED faralar, undan tashqari oldida parktoring datchiklari ham mavjud. Avtomobilda ozgina probegi 37 ming kilometr tashkil qiladi, ya'ni 20 mingdan ko'proq, ko'pchilik 20 ming atrofidagi so'rashadi, lekin bu 37 ming yetmaganiga mashinaning ichki saloni vafsha asal. Kelinglar bitta ko'rsataman. Mana bunaqa Gentraga o'xshab chiranib gazni bosmaydi, bemalol gazni bossangiz tortib ushib ketaveradi. Xo'p, bokovida slipoy zonalari bor, ya'ni yon oynalarda slipoy zonalari ham bor. Mashinani o'zimizda qo'lda moyka qildik, shuning uchun unaqa yaltiratib tashlamaganmiz, lekin mana bitta ichki salonni ko'ringlar, o'zgacha ranglarini qaranglar. Bunaqa salonligi bor yo'g'i 40 dona kelgan. 40 dona, undan oshiq kelmagan. Shuning hisobiga juda chiroyli podsvetkalari ham, salonning ranglari, podsvetkalari ham bor. Sidenlar isitadi, sovutadi. 7 kishilik orqalarini ham ko'rayotgan bo'lsanglar, o'sha mana luxury komplektatsiyasi bilan bir xil bo'ladi, ya'ni full O'zbekistonga chiqqan full bilan bir xil bo'ladi. Yon tarafdan parktoring datchiklari bor. Bu Xitoy ichki bozoriga chiqqan emas, bu dubayskiy versiyasi. Lekin egalaridan so'radim, hech qanaqa bir muammo bo'lmagan. Qishda ham Xudo xolisa yaxshi yurdi, hech qanaqa bir anaqa bo'lmadi. Prosta Leapmotor C16 yoki Dongfeng 008 olaman deganlar uchun mashinani men sotib oldim. Xudo xolisa mana mashinani ko'rasizlar. Yana kelishtirib beramiz. Mana ichki salonlarni ko'rayotgan bo'lsanglar, jigar rangi, молочный ranglari kombinatsiya qilgan. Mana ham juda ham chiroyli akvaprintlardan iborat. 540 gradusli kameralar bor. Bitta shu zadniy kamerasini Karcher yaqindan urgani uchun kuyib qo'ygan ekan, lekin uni o'zimiz almashtirib beramiz. Xudo xolisa u xarajatini qilib beramiz. Mana shu kamerasiga Karcher yaqindan urgani uchun mana shu joyi ozgina kuyib qolibdi. Ya'ni ichidan simi chiqib ketgan bo'lishi ham mumkin. O'zimiz yengisiga almashtirib beramiz. Lekin mashina Xudo xolisa kraskalarni tekshirib oldik. Kraskalar top-toza. Yana ustinglar bo'lsa bemalol tekshirib turaverasizlar. Sababi men o'zim bitta qarab anaqa qilib tekshirtirdim, lekin Xudo xolisa bir muammo kraska joyi chiqmadi. Xudo xolisa yana chiqmasa kerak. Bemalol tekshirib turasizlar. Unisiga Xudo xolisa javob beramiz. Xo'p, narxi necha pul deydigan bo'lsanglar, 22,5 ming narx berildi, lekin bilasizlar, har doim kelishtirib berganmiz. Bemalol telefon qilsanglar yana savdolashamiz, lekin menimcha bu mashina 1-2 kunga qolmasdan sotilib ketsa kerak. Sababi bunaqa ranglilari juda ham kam O'zbekistonda, juda ham kam kirgan bunaqa svetligi, sababi kam ishlab chiqarilgan, lekin juda chiroyli. Qizildan ko'ra mana shu rang chiroyli. Kimga kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilsa bo'ladi. Avtomobilimiz 22,5 ming so'ralyapti. Adaptivniy cruise control, avtomashina, полос удержания, slipoy zona, bokoylarda slipoy zonasi bor, ichlarida o'rindiqlar isitadi, sovutadi, xullas polni full luxury, eng full komplektatsiyasi. Pastda nomerlarimni qoldiraman, bemalol telefon qilsanglar bo'ladi. Xudo xolisa avtosalonimizda turibdi. Yana sizlarda qanaqadir mashina bo'ladigan bo'lsa, biz yengillik qildik. Xudo xolisa, oldin JM mashinalarni olib qolmasdim. Ana endi JM avtomobillar bo'lsa, ularni ham olib kelsanglar, JM avtomobillarini reklama qilib berish xizmatimizni hozircha bepul. Kanalimiz rivoji uchun bu narsa qilyapti. Mana Damas o'tib ketyapti, hozir Damasni ham sotib yuboramiz, farqi yo'q. Xudo xolisa kelsanglar, bemalol avtomobillarni olib qolib sotib berish imkoniyatimiz ham bor. Agar xohlasanglar, qo'lingizga naqdsanib berish imkoniyatimiz ham bor. Bemalol murojaat qilasizlar, pastda raqamlarimiz qoldirgan. Avtosalonimiz manzili Sergeli 2-mavze, 5-metr bekat, sobiq Jetaur avtosalon, hozirgi Avto Center avtosalon. Avtosalonimiz bitta ko'rsatib qo'yasizlar, mana avtosalonga yaqin joydamiz. Shuni avtosalonni yonginasida shu obzorimizni olamiz. Telefon qurasizlar, yana boshqa turdagi avtomobillar kerak bo'lsa, unaqa avtomobillarni topib berish imkoniyatimiz bor. Joningiz sog' bo'lsin, videoga like bosib qo'yishni unutmanglar.